Yangi O'zbekiston taraqqiyotining hal qiluvchi kuchi sifatida qaralayotgan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim olishi, kasb egallashi, bandligini ta'minlash, turli g'oya va tashabbuslarini rag'batlantirish borasidagi keng ko'lamli ishlar bugun ko'plab yoshlar hayotini o'zgartirmoqda. Jomboy tumanida viloyat hokimining yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqoti avvalida faol, tashabbuskor yoshlarning startap loyihalari, innovatsion ishlanmalari va ijodiy ishlar ko'rgazmasi namoyish etildi. Mazkur taqdimotlar kelajagimiz egalarining bilim va salohiyati, zamonaviy fikrlash darajasi hamda tashabbuskorligini o'zida ifoda etdi. Ochiq muloqot davomida yoshlar viloyat rahbariga o'zlarini qiziqtirgan masalalar, mavjud muammolar, ularning yechimi va istiqbolli tashabbuslar yuzasidan fikr-mulohazalarini bildirdi. Xususan, bandlikni ta'minlash, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, zamonaviy kasb-hunarlarni egallash uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlariga keng jalb etish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Hudud infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan amaliy tashabbuslar ham muhokama qilindi. Madina Furqatova Samarqand shahridan Jomboy tumaniga zamonaviy elektrobus qatnovini yo'lga qo'yish taklifini bildirdi. Ta'kidlanganidek, mazkur tashabbus aholiga ko'rsatilayotgan transport xizmati sifatini oshirish bilan birga yoshlarning ham imkoniyatlarini kengaytiradi. Talaba bo'lganligim sababli aynan Samarqand markaziga Jomboy tumani o'rtasida mana shunaqangi transport vositalari tizimini qo'yib berish, ya'ni yo'lga qo'yib berish taklifi bilan chiqqan edim va mana shu taklifim juda ham xursand bo'ldim. Aynan o'sha aytilgan jarayonni o'z yechimini topdi va tez kunlarda mana shu taklifim doirasidagi yechim, ya'ni transport sistemasi yo'lga qo'yib berilishi aytib o'tildi va bu yerda juda ham ko'plab yoshlar tomonidan berilayotgan har bitta takliflar chuqur o'rganib chiqilgan holatda o'z yechimlariga ega bo'layotganligi bizni davlatimiz rahbari tomonidan har bitta yaratib berayotgan sharoitlarning qay darajada muhim ekanligi va biz ulardan qay darajada foydalanishimiz kerak ekanligini ko'rsatib beradi. Biz bugungi tadbirdan yoshlar juda ham ko'p katta motivatsiya oldik va o'zimizni oldimizga yangi maqsadlarni qo'yib oldik. Uchrashuvda yosh tadbirkor Ma'rufjon Eshonqulov tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha ham alohida e'tirof etildi. U ko'mak loyihasi doirasida 130 million so'm suvda olib, chekka hududlarda zamonaviy o'quv markazini tashkil qilgan. Mazkur markaz yoshlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish, zamonaviy bilimlar bilan tanishtirish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, loyiha doirasidagi keyingi bosqichlar yuzasidan u amaliy takliflarni bildirib, informatika o'qituvchilarini malakasini oshirish, sun'iy intellektga qiziqadigan yoshlarni maxsus o'quv dastlari asosida tayyorlash, ularning bilim va ko'nikmalarini musobaqa hamda tanlovlarda sinovdan o'tkazish, shuningdek, g'olib va sovrindorlarni rag'batlantirish yuzasidan amaliy ko'mak so'radi. Biz o'z loyihalarimizda, o'z takliflarimizni bildirdik. Hozirgi kunda tumanimizda zamonaviy kasblarni va sun'iy intellektni rivojlantirish maqsadida o'qituvchilar va o'quvchilarni aynan o'sha sohalarga o'qitsak va ular o'rtasida musobaqalar o'tkazsak. Shuningdek, 56 ta maktab bo'yicha 3 oy yozgi ta'tilda biz bolalarni vaqtini samarali o'tkazish maqsadida o'z kompyuter xonalaridan foydalanib, bolalarni IT ga o'qitmoqchi edik. Va ushbu taklifni berdik. Aziz Muzaffarovich bunga ijobiy fikr bildirdi hamda bizning tegishli odamlar bilan bog'lab berdi. Xudo xohlasa, bundan buyog'iga ishlarimiz rivojlanadi. Hammasi keyingi uchrashuvlarda Aziz Muzaffarovich bilan men yutuqlar bilan gaplashishni niyat qildim. Tadbir davomida yoshlar tomonidan bildirilgan barcha taklif va murojaatlar mutasaddilar ishtirokida o'rganilib, ularni bosqichma-bosqich hal etish bo'yicha tegishli choralar belgilandi. Albatta, mazkur ochiq muloqot yoshlar bilan ishlashda samarali tizimni shakllantirish, ularning tashabbuslarini ro'yobga chiqarish hamda hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.